Do'stlar, bu darsimizda endi keyfilmlar haqida gaplashamiz. Keyfilmlar After Effects'ning yuragi degan edik. Bu narsani sizlarga sodda qilib hozir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bizlar bilan programmani sodda va oson o'rganasizlar va tartibli o'rganasizlar. Bu programma unaqa murakkab emasligini va sodda ekanligini tushunib yetasizlar do'stlar. Bundan oldingi darsimda aytib ketishim kerak bo'lgan mana bu yerda preset, ya'ni effektlar haqida aytishim kerak edi. Bu ham asosiy instrumentlardan bittasi, ya'ni ko'p effektlar mana shu joyda joylashgan. Bu narsalarni ham hali sekin-sekin tushuntirib o'rgatib ketaveramiz. Darslar davomida ko'rsatamiz. Endi do'stlar, mana bu yoqda o'zimizga kerakli holatda mana bu bularni o'chirib tashlaymiz. Endi Ctrl Y ni bosadigan bo'lsak, men garaj klavishlar bilan ishlayapman do'stlar. Garaj klavishlar mana pastda chiqib turibdi. Ctrl Y ni bossak, bizga solid ochib beradi. Solid bu bizning asosiy shablonlardan bittasi. Masalan, ranglar, har xil rang orqali chiqarishimiz mumkin. Mana ranglarni qizil yoki ko'k o'zimizga ma'qul qilib, masalan, tanlab olishimiz mumkin. Mana tanlab oldik bitta rangni. Agar bu rang bizga yoqmaydigan bo'lsa, bemalol buni o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, Ctrl Shift Y ni bosadigan bo'lsak, buni aynan rangini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, boshqa rangga o'zgartirib tanlab olishimiz mumkin. Bizga masalan mana shu seri rang ham bo'ladi do'stlar. Okni bosib taxlab qo'ydim. Endi do'stlar, bu yoqqa o'zimizga kerakli fayllarni tashlab olamiz. Masalan, bitta fayl tashlaymiz. Agar ustiga tashlaydigan bo'lsak, tepaga tushadi. Pastga tashlaydigan bo'lsak, ko'rinmay qoladi. Ya'ni solid tagida turadi. Solid ustiga tashlaydigan bo'lsak, demak videomiz ko'rinib turadi. Buni tashlab oldik. Endi do'stlar, mana buni keyframelar haqida gapiryapmiz. Keyframelar mana buni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, strelka chiqadi va mana buni bitta bosadigan bo'lsak, bu yoqda mana shunaqa soatchali, mana chetlarida soatchasi bor bo'lgan position, skill mana shu yozuvlar chiqadi. Mana shularning hammasi o'zining vazifalari bor. Masalan, anchor point degani, anchor point mana bu o'rtadagi markaziy nuqtasi. Mana bu position bo'lsa, bu pozitsiyasini o'zgartiradigan nuqtasi. Mana bu skill bo'lsa, o'lchamini katta va kichik qilib beradi bizga. Mana bu rotation bo'lsa, bu gradusini burib beradi. Har xil gradusga burib beradi. Mana bu opposite prozrachniy holatga o'tkazib, masalan, pasaytirib beradi. Masalan, mana bu orqasidagi rangni, masalan, shu Ctrl Shift Y ni bosib rangini masalan yashil qiladigan bo'lsam, hozir bizga bu yashil holatda ko'rinadi. Opposite-ni bosadigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar, mana prozrachniy holatga o'tib qoldi. Endi buni biz yana Ctrl Z ni bosib orqaga qaytib qo'ydim. Rang o'zgarib qoldi, ko'rgan bo'lsanglar. Masalan, bizga skill kerak bo'ladigan bo'lsa, S harfini bosamiz va bemalol foydalansak bo'ladi. Agar rotation kerak bo'ladigan bo'lsa, R harfini bosadigan bo'lsak, rotation chiqib keladi bizga. Agar bizga opposite kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni prozrachniy kerak bo'ladigan bo'lsa, mana T harfini bosadigan bo'lsak, prozrachniy holatga o'tadi. Va P harfini bosadigan bo'lsak, bizga position chiqib keladi do'stlar. Mana shunday qilib foydalansak bo'ladi. Bizning shuncha qilayotgan mehnatimiz xalqqa yetib boryaptimi yo'qmi, mana shu narsani bilishimiz uchun albatta like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, uzoqlarda fikr yozsanglar, bu narsa bizga juda ham foydali bo'ladi. Masalan do'stlar, buni pozitsiyasini o'zgartirmoqchiman. Bitta soatchaga bosaman, mana bu yerda qaranglar, keyframe hosil bo'ldi. Mana shu narsa bizga keyframe hisoblanadi. Endi ozgina yuramiz. Mana bu yerda tepada qaranglar, frame. Ya'ni keyframe degan ключ, frame, ya'ni frame'da ключlari degan ma'noda aytsak bo'ladi. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, masalan 15 ta frame yurdik. 15 ta frame yurdimda, mana buni positionni o'zgartirdim. Masalan 10 ga yoki tepaga, pastga, masalan mana shunaqa qilib surib o'zgartirishim mumkin. Kompozitsiyani o'zidan ham mana shunaqa o'zgartirsak bo'ladi. Masalan ozgina surdim bu yoqqa. Va endi xohlasak yana boshiga qaytib olamizda. Endi Shift S ni bosadigan bo'lsam, bizga mana shunaqa holatda skill ham chiqadi. Ya'ni position o'chmagan holatda skill chiqadi do'stlar. Ya'ni bittasini o'chirib yubormasdan ikkinchisini chiqarish uchun shift ni qo'shib bosishimiz kerak. Masalan, anchor point chiqarmoqchiman, shift A ni bosaman, anchor point chiqadi. Yana shift A ni bosam, yana qaytib kiradi. Endi qaranglar, skill kerakmi bizga? Bitta bosamiz. Skill bu kattaroq yoki kichikroq qilish uchun ishlatiladi. Endi ozgina yuramiz. Yurganimiz masalan men bu yoqqa keldik, 1 sekundga keldim va buni o'lchamini o'rtacha 50% ga tushirib qo'ydim. 50% ga tushirsam mana shunday holatga keladi do'stlar. Endi mana buni qaraydigan bo'lsak, bitta probel bosamiz, ajoyib holatda videomiz shakllanadi. Endi qaranglar, men bu yoqqa kelib to'xtab qoldi position. Yana position o'zgartirmoqchi bo'lsak, men bu yoqqa kelamiz va ozgina masalan bu yoqqa suramiz yoki tepaga surib qo'yishimiz mumkin. Bo'ldi. Endi qaranglar. Juda ajoyib holat yuzaga keldi. Zo'r. Boshqa yana bitta video tashlab olamiz. Biz yana bitta video tashlab oldik. Endi bu yoqda bu videomizga nima qilamiz? Buni ham men bu yoqqa keltirib olamiz. Buni mana endi boshda turaversin. Yo'q. Buni tagiga tushiramiz. Mana qaranglar. Mana bu o'chib, yo'qolib ketdi va tagida mana bu yoqda yana bitta animatsiya borligini ko'ramiz, qaranglar. Endi bu yoqqa kelganimizda yana bitta bunga ham positionni bosib olamiz va shift ni bosgan holatda skill ni bosamiz va shift ni bosgan holatda T harfini bossam opposite chiqadi. Kerak bo'lsa oppositedan foydalansak. Lekin bizga opposite kerak emas, buni ham bosmaymiz. Endi buni ham position va skill ni tanlaymiz, soatchalarni bosamiz, yana ozgina yuramiz, masalan 1 sekund yuriladi.
15 ta frame yurdim. Endi 15 ta frame yurib, buni bu yoqqa tortdim masalan. Va yana ozgina yurib, kerak bo'lsa, o'sha scale-ni 50% ga tushirib qo'yaman. Va positionini ham mana bu yoqqa olib kelib qo'ysak bo'ladi. Position mana bu yoqda turgan edi. Mana tepada position turibdi va buni mana bu yoqqa olib keladigan bo'lsak, mana bu yoqqa xohlasak bu yoqdan sursak bo'ladi. Xohlasak mana bu yerdan tepaga pastga qilib o'zgartirishimiz mumkin. Menga hozir masalan mana bu joy udobni mana shu yerga surib qo'ydim. Va o'lchamini agar juda ham aniq kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan sursak yaxshi. Lekin menga hozir mana shu ma'qul. Va mana bu yoqqa qo'ydik. O'lchamini do'stlar, masalan 50 emas, masalan 35 qilib qo'yaylik. Men kichikroq holatga keltirib qo'ydim. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Mana bittasi o'zgardi, ikkinchisi yana o'zgarmadi. Juda ham yaxshi. Endi harfini bosib joyida kichkina qilib oldim. Mana ko'ryapsizlar, juda ham oson animatsiya hosil bo'ldi. Mana shunaqa do'stlar, keyframe'da After Effects'ning yuragi deb bekorga aytilmaydi. Mana shunaqa mayda-mayda detallarga keyframe'lar qo'yilib, positionlar, rotationlar, scale, opacity barchasi o'zgaradi va boshqa hali ko'p narsalar bor. Bularga ham keyframe'lar qo'yiladi. O'sha keyframe'lar orqali animatsiya hosil bo'ladi. Ya'ni jonlantirish, bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakatlantirish mana shu keyframe'lar asosida bo'ladi do'stlar. Bu hozir soddaroq tushuncha bo'ldi. Sizlarga miyaga nagruska berib yubormaslik uchun sizlarga soddaroq tushuntirib berishga harakat qilyapman. Keyingi videolarda xudo xolisa yana boshqa darsliklarimiz bor. Sekin-sekin o'rgatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.